Qizlar, bugun sizlarga mana shu aksessuarni yasashni o'rgataman. Ishimizni smoladan bayla tayyorlab olishdan boshlaymiz. Qolip sifatida to'p lakimdan foydalandim. Xuddi shunaqa qilib yumaloq qilib tegini burab qaychi bilan qirib olamiz va o'rtasidan ozgina ko'tarib shunaqa bargcha yasab olamiz. Bargimizni ozgina qayirib smolaga tekis qilib botirib olamiz va floristiskiy gubkaga qo'yib qo'yamiz qotish uchun. Qizlar, bu smola 4 soatda qotadi. Qotib bo'lgandan keyin shlak lak yordamida rang berib olamiz. Men elektr rangidan foydalandim. Sizlar xohlagan ranginglarni berib olsanglar bo'ladi. Bunaqa bargimizdan 10 ta yasab olamiz qizlar. Aksessuarimiz uchun 10 ta barg ketadi. Shlak lakimizni surib qotirib olganimizdan keyin ustidan to'p lakimizni ham surib uni ham qotirib olamiz. Mana lampa yordamida hammasi qotib bo'ldi. Endi qizlar 06 razmerdagi xrustalimizdan elektr rangidan 2 ta, brizoviy rangidan bitta shoda ketadi. Videoda ko'rsatilgandek qilib bitta shoxchalar chiqazib, xuddi shunaqa qilib yasab olamiz qizlar. Unaqa qiyin emas. O'zi yarim soatlik videoni sizlarga 3 minutga zo'rg'a sig'dirdim qizlar, tushunarli bo'lsin deb. Onlayn kursimga yozilsanglar juda ham aniq-taniq ko'rsatilgan hammasi. Ana endi qizlar, bundan ko'p qilib yasab olamiz, taxminan 15-20 tacha. Endi birin-ketinlik bilan yasab olishni boshlaymiz. Xrustallarimizga o'rtalariga barglarimizni qo'yib, simlarimizni bitta qo'yib o'rab olib, xuddi shunaqa qilib yasab olasizlar qizlar. Juda ham oson, unaqa qiyin emas, bemalol yasab olasizlar deb o'ylayman. Oralariga barglarimizni ham qo'yib ketamiz. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Endi buni shunaqa 3 tali abadok olib, eng chetidagi abadokimizga simimiz bilan 04 sim bilan o'rab olamiz. Qizlar, o'rayotganinglarda ehtiyot bo'lib, yaxshilab mustahkam qilib o'raylar. Oralarini ochib, oralaridan o'tkazib o'rab olamiz. Mana oshiqcha joyini, oxirgi simimizni kesib olib tashlaymiz qizlar. Mana xuddi shunaqa chiqadi. Endi o'ng tarafdagi abadokimiz simimizga shunaqa lyuks metraj ko'zimizdan, lyuks metraj toshimizdan o'rab chiqamiz. Buni ko'pchilik temir kile yordamida yopishtiradi. Yopishtirsanglar ham bo'ladi, no har ehtimolga qarshi 04 sim bilan ham xuddi shunaqa qilib oralaridan o'tkazib o'rab chiqsanglar mustahkam bo'ladi. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Yana shunaqa bepul darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.